Akalar, assalomu alaykum hammaga. Обновление chiqdi. Sizlar uchun ataylab ertalab soat 4 dan beri shug'ullanib turibman. Короче, kartalardan boshlaylik sразу. Qaranglar. Fulodi 3 tadan edi, endi 2 tadan qilib qo'yibdi. 2 tadan o'yinchi ekan endi 3 tadan o'rniga. Karger kartasi ila chiroyli ekan, kastamlarda atak o'zicha unchalik yaxshi emas. Shu qolsa ishlatsanglar bo'ladi. Menga umuman kerak emas, menda Cannavaro, Puyol hammasi chayda. Ular ham yoqmay turibdi. Van Dijk bilan Stem ketadigani yo'q ekan. Dальше qaranglar. 17-Azar, lekin bu zo'r kart. Agar kimda kim sonda tushira olmagan bo'lsa yoki Rafinhani tushira olmagan bo'lsa, olishga maslahat beraman. Endi u son yoki Rafinha bo'lsa keragi yo'q. Lekin zo'r kart. Dribling, udar, skorost, высший уровень. Eng tez o'yinchilardan bittasi. Eng zo'r driblingi ham shunaqa. Oyog'i ham, rабочий oyog'i ham zo'r tepadi. Keyin 16-kartalar bitta Sapnik. Yaxshi ekan bu ham. Yaxshi ekan. Shu qolsa ishlatsanglar bo'ladi. Nima? Kimix вообще talantlari zo'r, trener rejimni rosa yordam beradi. Va o'ng tarafda защитада ham o'ynaydi. Bu ham yaxshi karta tushirsanglar bo'ladi. Shu qolgan kartalar вообще De Jong, Bellingham umuman keragi yo'q, 15 lar. Endi slabый komanda yangi boshlaganlar uchun Bellinghamni maslahat beraman. Yaxshi kartochka. SP ham bo'lar ekan. Yana keyin nima? APZ ham bo'lar ekan. Так. Dальше. Qolgan kartalar umuman qiziqarli emas. O'zinglar u yoqni qaraysizlar. Yaxshi kartalar shular. Yana nima? Endi duetlar. Duetlarda Batistuta. Zo'r karta, Fiorentinada o'yinchisi bir paytlar. Нападающий, чистый нападающий. Ikkinchi pozitsiyasi yo'q. Как нападающий yaxshi. Menimcha даже Drogbadan ham kuchli. Keyin Fernandinho. Bu ham zo'r. Bo'yi ham baland. Yaxshi. Lekin men tushunmayman, men emblemaga harakat qilaman. Rui Costa umuman keragi yo'q. Rui Costa ishmas. Casillas. Varatarlar yo'q bo'lsa tushib bo'lsa ishlatsanglar bo'ladi. Atak Casillas ham ishmas. Bo'yi ham past. 15-14 lar bular. Keragi ham yo'q. Kelinglar endi draft ochib qo'yaylik. 20 ta bor. 20 ta draft bor. Qani? 30 ta ekan. Hozir nagrada bersa 30 ta bo'lishi ham mumkin. Qani ketdi, 10 tadan bosamiz. Dinozavr tushirib qo'yaylik. Almashtirib yuboraman baribir. O'zi bilmayman, hozir tushmadi ham shekilli. Россия. İşmez, вообще işmez. Gitti yana 10 ta. Yana yaxshisi tushmadi. Sıvardı. İşmez вообще. 13'larda qaraylar. 1, 2, 3, 3'te 13, bitta 14. Mayli. Bo'laveradi. Katta edi, endi mayli nagrada olsa bo'ladimi, adashmasam. Jiddiy qolib ketibdi Svoch. Yo'q. Одиночный ochamiz unda, to'xtab turinglar. Bo'lib qolsa ajoyib emas. Tak. Nechta olsa bo'ladi hozir. 1, 2, 3, 4. Qolamiz ekan.
Одиночныйga tushib qolsa, jon bo'lsa. Qani. Tushmadi, hech narsa tushmadi. Men bilaman, qo'llamayapman. Hech narsa tushmadi. Voy bilaman. Yana hech narsa tushmadi. Oxirgisi. O'zi одиночныйga tushmayapti hozirgi paytlari вообще. Nimaga bunaqa bilmadim. Kamdan kam yaxshi narsa tushyapti одиночныйga. Menga yetmay qoldi ozgina. Bo'pti. Shu yaxshi o'yinchilar tushmadi. O'zinglar ko'rdinglar. Dalish nima qilamiz? Mana kiramiz. Qaranglar, boshlanish. Bu yerda hech narsa yo'q ekan, unaqa kerakli narsa. Mana bizga kerakli narsa shu. Любой o'yinchini olsanglar bo'ladi. Любой o'yinchini. Va обновить 20 marta обновление qilsanglar bo'lar ekan. Обновить qilganinglarda mana shu 3 ta karta almashadi. 3 ta karta almashadi. 16-karta tushib qolishi ham mumkin ekan. Shuning uchun shuni almashtirib turinglar, o'yinchilarni olinglar albatta. Ikkinchi glava. Ikkinchi glavaga keladigan bo'lsak. Bitta mana. Mana 3 dan o'tasizlar. O'tganlardan keyin mana 4 ta o'yin bor bu yerda. 4 ta o'yin. Hammasini o'ynab chiqish kerak. Va har birida manaqa o'yinchilar bor. Agarda mabodo masalan Chouameni tanlasanglar, Real yutadigan bo'lsa, Chouameni overi bittaga ko'tariladi, 16 ga aylanadi. Agarda u gol ursa yoki assistlik qilsa, 2 taga ko'tariladi, ya'ni 17 ga aylanadi. Shuning uchun almashtirib olganinglardan keyin almashtirib olmanglar. Har bir karta shunaqa bo'ladi. Bitta ham mana Liverpool o'yinida ham hozir mana telefonim qotyapti cho'ta. Обновлениеdanmi, telefondan bilmayman. Короче, PSG yoki mana Liverpool tanlaysizlar. Masalan, Safonov tanlashni maqsad beraman. Endi Liverpoolni PSG urib qo'ysa kerak. O'zim Liverpool fanatiman, lekin sal slab yuramiz hozir. Shuning uchun Safonovni maslahat beraman. Safonov bo'yi ham uzun ekan, nimalari ham yaxshi. Yaxshi vaqtlar bo'ladi. Qo'yib olsanglar bo'ladi. Tushundinglar-a? Любой o'yinchini olasizlar. Almashtirib olmaysizlar. Agar komandasi yutsa ko'tariladi overi. Bu nagradalar kechirib berar ekan, shularni olgandan keyin menga bermadi. Dальше mana bu yerda match bor ekan, ikkita match. Ikkita match ikkalasini ham o'ynadim. Ikkita match o'ynagandan keyin 60 tana qoldim. Mana shunga mana ikkita ochdim. Buni ham qilinglar. Ikkinchi glava. Bu yerda matchlar ekan. Unaqa nagrada ham yo'q ekan. Qaranglar. Shu slabый, unaqa yaxshi обновление bo'lmabdi. 4 hafta bo'lar ekan mana. Tak, bu yerdan chiqamiz. Chiqqandan keyin albatta nagradalarni olinglar bu yerdan. Bitta nagrada ko'p beradi. Endi bu yerda chempionlik harakat qilaman hozir men yana. Tak, Meksika keldi, ko'rgan bo'lsanglar. Meksika keldi. Galereyaga kiramiz, o'yinchilarni ko'rsatmoqchiman. O'yinchilari yaxshi emas. O'yinchilari вообще bir normal o'yinchisi yo'q. Bitta mashika, нападающий, shuni olsanglar bo'ladi. Qolgani вообще ish emas. Maslahat bermayman. Bundan keyingi natsa chiqqanda, bir oydan keyin Angliya chiqar ekan. Shunda ishlatsanglar yaxshi. Yaxshi o'yinchilar chiqsa kerak Angliyada. Keyin nima qoldi yana? Играть kiramiz. Так. События. Qaranglar. Испытаниеga ежедневный испытание qo'shilibdi. Bu har doimgidek yaxshi. Keyin испытание выходной ham qo'shilar ekan. Yaxshi nagradalar beradi va mana
Buni albatta o'ynab chiqinglar. Yana nima? Questlarga yaxshi besplatniy questlar beribdi, ko'p narsa bor ekan. 2 xil. Bularni ham olinglar albatta. Tak. Yana nima qoldi? Hech narsasini chiqmayaptimi? Ha, obmen. Obmenda skidka bor ekan hali ham. Obmenga kiramiz. Skidkalar mana. Albatta buni ham bo'lsa olinglar, almashtirib olsanglar bo'ladi 450 ga. Duetlar mana. Bu yerda ham yaxshi. Bu yerda ham mana bor, almashtirib olsanglar bo'ladi. Как раз keladi, almashtiramiz. Menga ham bittasi kerak edi. Qani. Emblemani ham to'ldirib qo'yaman. Tak. Bular kerak menga. Aman. Almashtiraman ekan, ham bu yerda almashtirish kerak birinchi. Tak. Kerakli kartani almashtirib olmay. Qarab qo'yich. O'yala bitta yetmayapti. To'g'ri uni. Ketdi onasini. Nima yoqsa bo'lardi? Mana qo'ysa ham bo'ladi bitta hozir. Karta. Yana bitta taraf ochamiz ekan. Yetmayapti. Hozir yana bitta taraf ochamiz. Sajamiz. Voy bo'lyapti. Tushmaydi. Shunaqa qoldi. Suq o'yin. Lekin tushmaydigan bo'lib. Menga yetmayapti hali. Tak. Qaraylar endi nima qilamiz. Obmen. Legenda bo'ldi. Bizga kerakli karta. Di Maria. Emblema qaraylar, oz qoldi. Shuni olishim kerak. Endi qaraylar. Sostav juda o'tiradi. Hozir bor bu bola. Menga kerak edi. Tak. Menga komanda. Mana. Ashakka kerak edi menga. Tak. 22 qoldi. Ha, 22 qoldi desa mana qalmash qolibdi-da. Tak. Ya'ni 23 qilamiz. Qani bizni Di Mariyamiz. Di Mariyani olib kelamiz. De Bruyne deb qaytaramiz. Unga Di Mariya. Di Mariya повышение ранга. Дальше. Yana повышение. Dribling qachon qilaylik buni? Zo'r bo'ldi endi. Chotki. Sostav endi ko'paytirish metodi zo'r bo'ldi.
Bunga bitta nima qilish kerak endi? Trenirovka qildirish kerak. Shu Tungaga ham Tunganikini olayda перенос trenirovka. Tunganikini o'tkazib qo'yamiz. Bo'lmay qoldi-yu. Bitta kamayadi. Tak. Kvartirada o'tkazamiz. Akalar, sostav zo'r bo'ldi endi. Qiladi. Screenshot qilamiz. Cho'tki sostav. Iymi ochilib qolibdi akalar. 5 ta yana. Yana 5 ta. Yana 5 ta ochamiz ekan. 30 dollar ekan. Karta ham tushibdi. Guli deyman buni. 5 ta draft. Aynan guli ham bo'ldi. 5 ta draft ochamiz yana. Endi ajomas tushib qolsa, qani bismillah. 20 13 13. Tak. Ketdi yana. Bundan keyin umuman ochmayman. Bittalab, tok 10 talik. Endi yaxshi narsa tushdi. 15 ta tushdi bo'lmadi. Baldek. Yana bitta. 13lik kelyapti. Oxirgisi bitta. Shuna. Tolli. Pedro Gonzalez. Shu akalar. Full tushira olmadik. Yana bitta narsa qolib ketibdi. Top vremiyaga kiramiz. Top vremiyaga kirsanglar akalar. Top vremiyada qaranglar. Moch kelib qolibdi yana. Bu viktorina ekan. Savollarga javob berasizlar. Endi uni top vremiyadan keyin mana Звездный Scout, hamma biladi buni. Звездный Scout ashashi o'zgarish yo'q. Yomon cho'ta qotyapti, sekin ishlayapti. Bunda o'zgarish yo'q. Lekin ikkinchisi yangi kelib qolibdi. Voy bilan chiqib ketaverganda buni. Mana Scout na bis degan. Shuni kirasizlar. Qaranglar. Обновление бесплатный ekan. Bitta yaxshi o'yinchilar bor. Ko'pchilik sostavga o'yinchi topsa, Rafinha tushirib olsanglar bo'ladi. Alise yaxshi o'yinchilar ko'p va bесплатно. Ya'ni обновление qilish bekor ekan. Yozasizlar. Getaf. O'yinchi tushdi aniq. Olsa ham bo'ladi. Обновление bесплатно. Shunaqa qilib o'zingizga kerak kartani tushirsanglar bo'ladi. Tanlab sekin. Shoshmasdan. Mana. Shunaqa обновление bekor ekan, yaxshi ekan. Дальше. По-моему, bo'ldi. Boshqa narsa yo'q boshqa. Magazin kiramiz. Mana mayr bor, естественно, chiqib qolibdi. Mana akalar. Menda mana o'yinchi chiqibdi. Buni ham olsanglar bo'ladi. 40 mingga. Buni yaxshi tarafi bu kartani. Qaranglar.
Skorosi yaxshi ekan, pas, dribling yaxshi, udar slabeyroq. Lekin pozitsiyasini qaranglar. O'ng tarafda ham, chap tarafda ham, chapda ham o'ynar ekan. Shuning uchun normalniy kart. Va rang olsanglar bo'ladi, ikkita draft olsanglar bo'ladi bu yerdan. Bu ham esdan chiqmasin. Keyin bu yerda yana match paydo bo'lib qolibdi. Futbolni sentrga o'tamiz. Mana match Liga Chempionov. O'yinni boshlash 200 ekan. 200 yutadigani qaysi? Mana 100, 200, 350, 550 yutasiz ekan. 350 yutasiz ekanda 200 ishlatasiz chunki 250 ochilar ekan bu o'yin. Men o'ynayman chunki bularni, buni ham o'ynayman. Kuniga 400 dan tushib turadi, yaxshida misol. Shu akalar, polni video. Bu yoqqa endi chempionlikka harakat qilamiz trenerdan. Men ham rezultatlarni tashlayman keyinroq. Lekin 30 ta draft hech narsa tushmadi. Yaxshi ish olmadi lekin. Mayli, keyin tushiramiz. Bo'pti, jo'linglar.